Amazon Facility'da traktorlar uchun, driverlar uchun qilib qo'ygan bitta sharoitlarni ko'rsatib o'tay. Mendan oldin ham ko'p blogerlar ko'rsatib o'tgan. Mana bir ko'rsatay sizlarga. Akalar, Amazon Facility'ning ichida mana ichish, chakish, boshqa ishlar qilish mumkin emas ekan. Pistolet bilan kirish umuman mumkin emas. Pistoletlaringiz bo'lsa, traktor qoldirasizlar. Akalar, kirganlaringizdan keyin bu joy ishchilarniki mana bu joyga driverlarni chiqib qo'ygan. Kelib bemalol ovqatlaringizni isitib, o'zlaringizni sharoitlaringizga qarab, qo'lchalarni yuvib, bu tarafda hojatxona bor. Hojatxonasidan kirib, mana bu yerda одноразовый vilka, ложкаlar bor akalar. Mana bu tarafda nima ekan bular? Xo'p, mayonez, ketchup shunaqa narsalar bor akalar. Bu tarafda pullik bu, o'ylamanglar bepul deb. Kelib bo'lsa plastikingiz bilan to'lab, xohlagan mana shu naftiyalaringizni olasizlar. Qimmat emas, tursa $1, $2 turadi. Traktorlar uchun qilingan Amazondagi sharoitlarning bittasi shu.